Chet elda davolanish, shifokor topish umrida shifoxonaga ishi tushmagan bemorlar uchun judayam qiyin va murakkab holat hisoblanadi. Hattoki ko'pchilik bemorlar chet elga davolanish uchun borib, aldanib qolishlari tabiiy holga aylanib qolgan. Men Mahamatova Xadisha 2019-yildan beri tibbiyot sohasida faoliyat yuritib kelmoqdaman. Faoliyatim davomida tarjimon, shuningdek Toshkentda ochilgan Hindiston klinikalarida rahbarlik lavozimlarida, shuningdek bemorlarning Hindistonda davolanishlarini tashkillashtirish bo'yicha ularga hamrohlik qilib keldim. Kasalxonada ishchi sifatida ishlaganimda shuni tushunib yetdimki, bemorlarga ishchi bo'lib emas, agar men o'zim mustaqil ishlaganimda ko'proq yordam bera olishim mumkinligini va Doc Travel sayohatlar va tibbiy turizm uchun tashkillashtirilgan sayyohlik agentligiga asos soldim. Hozirgacha biz minglab bemorlarga masofadan hamda offlayn turib konsultatsiyalar olishlarida yordam berib kelmoqdamiz. Shuningdek, Toshkentda eronlik malakali ortoped travmatolog Dr. Roshan Asvar bilan birga turli xildagi bemorlarni travmatologiya va ortopediya sohasida chet elga bormasdan turib o'zimizda jarrohlik amaliyotlarini amalga oshirib kelishlarida ko'maklashib kelmoqdamiz. Bu vaqt mobaynida biz qo'shni davlatlardan Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, shuningdek Ozarbayjondan ham bemorlarning Toshkentga kelib ushbu shifokordan jarrohlik amaliyotlari o'tkazib kelishlarini tashkillashtirib kelmoqdamiz. Ushbu video orqali o'zimni, jamoamni, shuningdek biz qilayotgan ishlar haqida qisqacha ma'lumot bera oldim degan umiddaman. Agar siz ham sog'lig'ingizdagi muammolardan aziyat chekib kelayotgan bo'lsangiz va qayerga qanday murojaat qilishni bilmayotgan bo'lsangiz, biz sizga oson, tez va ishonchli xizmatlarni taklif qilamiz. Sizga eng yaxshi bo'lgan shifokorlar, eng yaxshi bo'lgan yo'llarni ko'rsatamiz.